Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar va ham yurtdoshlar, qishloqlar, vatandoshlar. Mana ko'chatlarimiz bundan-da ko'proq tayyorlanmoqda. Hozir bu bir qismi va bog'imiz mana yoqda, o'zida, o'sha yerda mana shu navlar o'shalardan olinib qalamchalari mana shu yerda ko'chatda o'zida tayyorlanadi. Shu bog'ni o'zida bu hovli tomorqamizda turli tuman uzum navlari bor. Xorijdan kelgan, sinovdan o'tkazilgan va tajribadan o'tgan navlar bor. Shu ko'chatlari yetkazib beriladi. Necha yildan beri agroeksportda ish faoliyat olib boramiz va qalamchalarimizni holati mana ajoyib ko'klashilmasi. Bizlarda navlar mana bunaqangi bo'lib navlar yoziladi va alohida bo'lib sortlar nima bo'ladi, alohida ko'chatlar shu nomi bilan xalq o'ziga xalqqa yetkaziladi. Xalq odamlar ekib hosil olish uchun, dasturxoniga qo'yish uchun, mehmon kutish uchun, bog' qilib daromad ko'rish uchun biz mana shunaqa ko'chatlar tayyorlaymiz. Mana shunaqa nomini tayyorlab turib mana ko'chatlarni tayyorlab boramiz. Bizlarda bozordagidan va YouTube'da shu faoliyat olib borayotganlardan bizniki farqiyati juda katta. Bizda qalamchalar tanasida etitka nomi bo'ladi, o'sha yozilib har bir sortda, har bir daraxtdan olingan navlar alohida bo'lib yoziladi va alohida ko'mib qo'yiladi va o'shalarni olib turib stakanlarga o'tkazilganda va xuddi mana shunaqangi navlar alohida yozilib chiqiladi va bularni dorilab boriladi. Ko'klagandan keyin ham sog'lom ko'chat tayyorlash maqsadida va xalqqa yetkazish. Bizni yo'nalishimiz, ko'chat tayyorlash yo'nalishimiz Yevropa usulida tayyorlanadi. Dorilar sepilib boriladi va suvlar berilib boriladi. O'z vaqtida tomirlatma qilinadi. Va mana bunaqangi mevalari bor. Mana meva hosil berganlari bor. Nishona bular bo'lsa mevasi tashavoradi va novdalari o'sib ko'chat holatiga keladi. Kelasi yildan sizni xonadoningizda shu mevasini, nishonasini beradi. Biz ham mevasiga kafolat beramiz. Hosil bergan vaqtida hosil berishi va mevasi hosilga kirishi. Mana shu mevasi bu tashavoradi. Chunki o'sguncha shu mevali, bular mevali shoxlar, mevali novdalar olingan. Bu novdalar kasallikdan tozalangan qalamchalar bo'lib, novdalar bo'lib, bular stakanga o'tkaziladi. Bular daraxtni yil davomida biz tozalab borganimizdan keyin kimyoviy preparatlar bilan kerakli preparatlarni ishlatib tozalab hosilini sotib qishda yarimlarida yanvardan o'tib fevrallarda biz abreskani boshlayapmiz. Shunda sortdan alohida bo'lib qalamchalar olinadi va ko'chatga tayyorgarlik ko'rinadi. Bizlarda biogomus bilan tuproq aralashmasida ko'chatlar tayyorlanadi va ikkitalik ham mana bunaqangi ikkita stakanda ekiladi. Ekiladiganini misol bittasi materiya bo'lsa, ikkinchisi qoladi va o'tlarni tozalaganda, yovvoyi o'tlarni tozalaganda ham nobud bo'lsa bittasi qoladi va oladigan odamlarni xonadoniga borsa ham misol quritib qo'ysa bittasi ko'klab ketadi. Shu xalta o'ylab shu ikkitadan qilganmiz va dastlabkilari narx-navolarning ichida qimmat deyishlaringiz mumkin. Bizlarda sortiga qarab qimmat, sortiga qarab narxlari bor va ikkitalik stakanliklar
bizda sal ozgina qimmatroq. Salomat bo'lingizlar. Telefon raqamlar silkada. Ko'chatlar kerak bo'lsa 27-apreldan 25-20 apreldan ko'chatlar sotuvga chiqariladi. Shoshilingizlar hozirdan. Zakaz bersalaringiz, to'lovlarni qilsangiz, 50% to'lovlarni qilsangiz, biza tayyorlab ko'chatlaringizni xonadonlaringizga yetkazib beramiz. Salomat bo'linglar, tashakkur.